بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين أما بعد bu 20 dars va Bulug'ul Maromni haj kitobini 41 hadisi. Bu hadis qaysi savolga javob beriladi? Arafaga ketganda nima, qaysi zikrlar qilinadi? Inson Arafaga yo'l olganda qaysi zikrlarni qiladi? قال حافظ ابن حجر رحمة الله عليه عن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه. aytadilarki, Anas radhiyallohu anhu bizdan kimdir muhil ay talbiya etishlik, labbayk Allohumma labbayk labbayk la sharika labbayk, fala yunkar alayhi, inkor qilmasdi, hech kimga inkor qilmasdi. Va yukabbir minna mukabbir, kimdir Allohu akbar derdi, fala yunkar alayhi, unga inkor qilinmasdi. Hadis muttafaqun. Birinchi masala, bu hadisni tahriji. Bu hadisni Imom Buxoriy kitobul hajda va Muslim ham o'z sahihlarida rivoyat qilganlar. Ikkalasi ham Malik ibn Anas, bu kishi Imom Darul Hijra. U kishi esa Muhammad ibn Abi Bakr as-Saqafi. Aytadilarki, Anas Malikdan men so'radim. Va huma g'adiyani min Mina ila Arafa. Ay ikkalasi Minodan Arafaga yo'l olganda, bu kim? Muhammad ibn Abi Bakr as-Saqafi, bu tobi bu. Va Anas ibn Malik so'radilar. Muhammad ibn Abi Bakr as-Saqafi Anas Malikdan: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. nima qiladi payg'ambar zamonlarida, qanaqa qilardinglar? Ay hajjatul vadoda qanaqa tasarruf qildinglar, nima qildinglar? Keyin aytdilar: kana yuhillu minna muhil fala yunkar alayhi. Va bu bilan siyoq bilan dalolat bo'ladiki, mana bu gap, ya'ni kimdir labbayk Allohumma labbayk aytgan, kimdir Alloh akbar aytgan, bu qachon hodisalar ro'y bergan? Ay Minodan Arafaga, ay 9-kuni. 9-kuni inson bomdodni Minoda o'qiydi, quyosh chiqqandan keyin Arafaga yo'l oladi. Mana shu asnosida, yo'l davomida shu kalimalar, shu zikrlar qilinadi. Va Ibn Hajar bu siyoqlardan bu dalolat qilmaydi. Ya'ni Ibn Hajar nima qildilar? Hadisni oldida qo'yib qo'ydilar. Buni hozir har xil tushunsa bo'ladi. Agar bu hadislarga asli qaytmasdan shundoq tushunadigan bo'lsak, hozir Al-Hafiz Ibn Hajar tasarruflaridan bu Minodan Muzdalifa bo'lishi mumkin, Minodan kechirasiz Arafaga bo'lishi mumkin, Arafadan Muzdalifa bo'lishi mumkin, Muzdalifadan Minoga bo'lishi mumkin. Lekin bu tasarruf qayerda qachon bo'lgan? Kimdir Allohu akbar deb zikr qilgan, kimdir labbayk Allohumma deb aytgan, bu Minodan Arafaga yo'l olinganda. Bu juda muhim masala. Ikkinchi masala, bu hadis dalolati. Hadis dalolati: Arafa kuni kim agar talbiya etsa yaxshi, kimdir agar takbir etsa joiz, la haraja fihi. Va jam qilish ham xayr inshaalloh. Chunki talbiya bu muhrimni shiori. O'shanga labbayk Allohumma labbayk aytib oronatayni takbirni aytib qo'ysa inshaalloh la bas. Va bizdan kimdir bunaqa etardi, bizdan kim bu zikrni etardi, dalolatda bu ma'nosi nima? Ay bunda ruxsat berilganligi qattiq olinmaydi. Chunki payg'ambar buni eshitib ma'lumot qilmadilar. Va hadis dalolati, shu kabi hadis dalolatlaridan sahobalar agarda to'g'ri yo'lga, mustaqim, at-tariq al-mustaqim, al-manhaj al-mustaqimga agar so'zda bo'ladimi, fe'lda bo'ladimi, xilof ish bo'lsa darhol inkor qilishardi. Qayerdan bildik? Kana yuhillu minna muhil fala yunkar alayhi, unga inkor qilinmasdi. Nima uchun Anas bu gap gapiradilar? Chunki asl inkor qilishdik. Al-asl kimgadir bir narsa, so'z, fe'lda, payg'ambar sunnatlariga, manhaj, to'g'ri yo'lga xilof ish qilsa ma'lumot qilishlik. Lekin ma'lumot qilmasligi, demak bu dalil ruxsatlar berilgan. O'shanga aytamizki, bu hadislardan sahobalar bu masalada nima qilishgan? Amr munkar ishga albatta inkor qilishgan. Keyingi masala bu Muzdalifadan insonlar, ya'ni ojizalar, zaifalar yoki bizda Muzdalifadan hamma
bomdod namozigacha o'tirish kerakmi yoki ma'lum bir toifa odamlarga ruxsat berilganmi? O'sha savoliga bizda hozir javob topamiz. Bu javob savoliga ikkita hadis javob beradi. Keyingi hadisimiz bu 42 hadis. قال حافظ ابن حجر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل متفق عليه. قال وشنج حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفأ قبله وكانت ثبتة يعني تعني ثقيلة فأذن لها متفق عليه. Bu ikkita hadis, demak bu hozir savolimizga hamma Muzdalifada bomdod bu 10 kun, ya'ni 9 dan 10 ga o'tar kechasi. Hamma qolish kerakmi yoki ba'zi bir toifalarga, odamlarning ba'zi bir toifaga payg'ambar istisno tarzda bomdoddan oldin chiqishga ruxsat berdimi? Birinchi masala hadis tahriji, birinchi hadis Abdulloh ibn Abbos, buni Imom Buxoriy sahihlarida, Muslim sahihlarida u kishi Sufyan ibn Uyayna al-Makki, u kishini Ubaydulloh ibn Abi Ziyad, bu tobi, bu siqatul sabt, u kishi ibn Abbosdan rivoyat qilganlar. Va bu yerdagi hozir lafz bu Muslim lafzi. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بالليل أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم معنا تندا في الثقل أي زayıflana bilan birga min jam'in ay Muzdalifada tunda yuvardi. Bu Muslimning lafzi. Vaholanki bu Hafiz ibn Hajar muttafaqun alayh. Buxoriy lafzi boshqacharoq, lekin bu Muslim lafzi. Ikkinchi hadisi Aisha radhiyallohu anhu, uni ham Buxoriy Haj kitobida, Muslim ham sahihlarida, lekin isnodi Abdurrahmon ibn Qosim, u kishi otalari Qosimdan va u kishi Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilganlar. Ikkinchi masala hadisni sharhi. Aytiladiki, bu yerda Abdulloh ibn Abbas ba'asani Nabiy sollallohu alayhi vasallam fi thiqal. As-thiqal al-asl bu mato. Musofirning matosiga, o'sha safarda bo'lgan matosiga siqol deyiladi. Lekin bu yerda maqsad zaiflar. O'shanga aytdiki, avqala fi dha'fa. Va dha'fa bu yerda maqsad kim qilingan? Ayollar, yosh bolalar, balog'at yetmagan bolalar va yoshi ya'ni qariyalar, yoshi ulug' bo'lgan insonlar, qariyalar va kasallar. Bularga da'afa deyiladi. Bularga da'afa. Min jam ay Muzdalifa. Jam deganda bu yerda Muzdalifa qasd qilinmoqda. Billaynin ay tunda. Ay bomdod namozidan oldin ketishlikka ruxsat berilgan. Bizga keladi inshaalloh hadisu Asma bint Abi Bakr hadislari min mag'ibil qamar. Mag'ibil qamar deganda bu tunni oxirgi 3-tunida. Tunni 3-qismida ketishlikka, ay bomdod namozidan oldin, bomdod vaqtdan oldin ketishlikka ruxsat berildi. İkinci hadisimiz hadisi Ayşe dedildi istazin Sauda. Ay Sauda ruxsat so'radi. Va Sauda bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning juft xonalari. Sauda binti Zam'a. Bu kishi Ummul Mu'minin, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Xadija vafot etganlaridan keyin birinchi juft xonalari va yoshlari ulg'aygandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rozilik istagan holda o'z kunlarini Oysha radhiyallohu anhaga nima qildilar? Sovg'a qildilar yoki berdilar. Va Umar ibn Hattob zamonlarida, oxirgi zamonlarida vafot etganlar radhiyallohu anha. Aytdilarki, istadala Sauda laylatul muzdalifati an tadfa qablaha. Ay Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan oldin ketishlikka ruxsat so'radilar. Va kanat sabta degani ay vaznlar og'ir edi, to'la ayol edi. Fa'adina laha. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u kishiga ruxsat berdilar. Uchinchi masala hadisning dalolati. Fiqhul hadis ay ayollar, ojizlar, zaiflar, bular ayollar, qariya erkaklar, kasalmand erkaklar yoki umma ayollar, yosh bolalar agarda tunni 3-qismi kirganda ruxsat beriladi. Qishda bo'ladimi, yozda bo'ladimi, ruxsat beriladi ularga ketishlikka. Ay Muzdalifani tark qilishlikka.
Chunki bilamizki, kim agar sog'lom bo'lsa, undan talab qilingan bomdod namozigacha o'tirishlik. Bomdod vaqti kirguncha, aniqrog'i bomdod emas, bomdod vaqti namoz o'qish vaqti emas, lekin bomdod vaqtini kirguncha o'tirishlik vojib bu. Va kim o'tirishga qodir bo'la turib, sog'lom, ofiyatda bo'la turib, chiqib ketadigan bo'lsa, u holda qo'y so'yishlik lozim bo'ladi. Agar qaytmasa, joyini kuni chiqib ketsa qo'y so'yadi. Va boyagi ojizlar bilan ularga ham yana kim kiritiladi? Yonidagi hamrohlar, ay mahramlar. Misol uchun bir insonni onasi bor, qariya onasi. Onasini birga tunni yarmida chiqib ketsa bo'ladi. Yoki o'sha tunni 3-qismida la haroja fihi joiz. Yoki misol uchun avtobus. Biz bilamizki, hozir hajda hojilarni avtobus ichida tashiydi shofyorlar. Shofyorlarga ham la haroja fihi ruxsat beriladi. Odamlar o'sha ojizlarni, zaifni tashagan payt ular ham chiqib ketishlikka inshaalloh bu ruxsat beriladi. Ibn Qudam rahmatullohi aytadiki, la na'lamu. Mana bu tasarrufda ojizlarni tunni bomdod namozidan oldin, vaqt kirishdan oldin tunni 3-qismida chiqishlikka la na'lamu xilofan, ay bu xilof yo'q. Ay olimlar bunda xilof qilishmagan va buni Ibn Qudama o'zlarini Mughni kitoblarida zikr qilganlar. Demak, savol hamma Muzdalifada bomdod vaqt kirish qolish kerakmi? Javobi yo'q, hamma emas. Bunda al-asl qolishlik. Illo agarda da'afa ojizlar, o'sha zikr qilingan ojizlar bo'ladigan bo'lsa, ularga ruxsat beriladi chiqib ketishlik. Keyingi masala, hop chiqib ketgandan keyin tosh otishga ruxsat beriladimi, berilmaydimi, yo'q qachon otiladi? Bu savolga ham biz hozir javob topamiz. Keyingi hadisimiz bu 44-hadis. Hadisu Ibn Abbas radhiyallohu anhuma. Aytadiki, qala lana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la tarmul jamrata hatta tatla'u ash-shams. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i wa fihi inqita'. 45 حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. نعم. دمي بو إكتا حديث من حاضر أي حيث كنا قشان أطلعده bomdod namozidan otiladimi, bomdoddan keyin otiladimi, yoki quyosh chiqqanda otiladimi? Mana bu savoliga mana bu hadis hozir bizga javob beradi. Birinchi masala hadisni tahriji. Bu birinchi hadis Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Buni Abu Dovud o'z sunanlarida va Termiziy o'z sunanlarida, Nasoiy o'z sunanlarida, Ibn Moja o'z sunanlarida va Ahmad musnadlarida. Bu yerda agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, oxirida aytdiki, ravahul khamsatu illa Nasoiy. Nasoiyda bu bor hadis. Allohu a'lam, Ibn Hajar xato qilganlar. Buni arab tilida vahm deydi. Chunki buni yoddan yozganlar, zokiradan yozganlar. Bulug'ul Maromni Ibn Hajar yoddan yozganlar, xato bu. Noto'g'ri bu. Ibn xato qilib qo'ygan Ibn Hajar. Chunki bu hadis Nasoiyda bor. Ya'ni ravahul khamsa kim bu o'zi? Ashabu sunan, Abu Dovud, Termiziy, Nasoiy, Ibn Majah va Imom Ahmad. Lekin illa Nasoiy deganda men ravah arba bo'lib qoladi bu yerda. Lekin shunaqami? Yo'q, unaqa emas. Bu hadis Nasoiyda ham kelgan. O'shanga Al-Hafiz Ibn Hajar Fathul Bari aytganlarki, ravahu Nasoiy, g'arib. Al-G'olib ya'ni esdan chiqib qolgan. Al-G'olib inson esdan chiqishi mumkin. Chunki bu hadisni Fathul Borida zikr qilib aytgandan keyin Nasoiy bizga rivoyat qilgan. Nima tushunamiz? Bu Bulug'ul Maromni yozgan paytlarda esdan chiqib qolgan yoki xato qilib qo'yganlar, birdan ikkisini. Xo'p. Aytadilarki, hammasi Al-Hasan al-Urani u kishi Ibn Abbosdan rivoyat qilganlar. aytadilarki, qaddamana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam laydal muzdalifati ughaylamat bani Abdul Muttalib ala humurat. Ay bizni payg'ambar aytadigan Abdulloh ibn Abbos bizni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam taqdim qildilar. Ay vohidlar chiqardilar. Ughayla bani Abdul Muttalib, ay bani Muttalibning o'sha oilasini, bolalarini, go'dak o'sha yosh bolalarni, baliq yetmaganlarini ala humurat, ay eshiklarda chiqarib yubordilar. Faja'ala yaltahu afkhadana, ay sonlarimizga urardilar, yengil urib qo'yardilar. Va yaqulu abayni la tarmu jamrata hatta tatlu'a shams. Ey bolalarim,
jamratni quyosh chiqquncha otmanglar dedilar. Va hadis bu zaif. O'shanga aytdim, va fi inqito. Hasan Arni yoki Urani bu kishi siqa bo'lsa ham, lekin Ibn Abbosdan eshitmaganlar. Ibn Abbosdan bu hadisni eshitmaganlar. Buni Imom Ahmad o'zlarining ilal kitoblarida va Ibn Ma'in Jarh va Ta'dilda, Abu Hatim Ibn Abi Hatim Ibn Ma'in Ahya Ibn Ma'in so'zlarini naql qilganlar va shuki Abu Hatim aytganlar Marozil o'z kitoblarida idroq qilmaganlar. Ay Hasan Arni Ibn Abbos ko'rmaganlar. O'shanga hadis da'oflik bor, lekin xush xabar ham bor. Bu hadis Imom Termiziy boshqa isnodda rivoyat qilganlar. Mas'udi, u kishi Hakam, u kishi Miqsam, u kishi Ibn Abbos. Bu isnod sahih. O'shanga hadis bu sahih, bu hadis sahih hisoblanadi, sobit sahih hisoblanadi. O'shanga birinchi hadisimiz hadis Abdulloh ibn Abbos, la tarmul jamrata hatta tatla'u ash-shams, ay quyosh chiqquncha toshni otmanglar. Bu hadis sahih hisoblanadi. Keyingi hadis Oysha tahriji. Bu hadisni Abu Dovud o'z sunanlarida rivoyat qilganlar. Ibn Abi Fudayk isnod yo'lidan, u kishi Dhahhak ibn Usman, u kishi Hisham ibn Urva, u kishi otalari Urva ibn Zubayr, u kishi Oyshadan. Lekin bu isnod zaif. Chunki isnodda Dhahhak ibn Usman sayyi'ul hifz, ay xotirasi zaif bo'lgan inson. O'shanga Imom Ahmad bu odamni zaif deganlar. Ibn Qayyim Zadul Ma'adda hadisin munkar deganlar. Va hadisning ma'nosi Arsa Nabiy sallallohu alayhi vasallam bi Ummi Salama. Ummu Salama payg'ambar juft qilonlarni. O'sha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam laylatun nahr, ay hayit kuni, nahr qurbonliklarning kechasi, ay 9 dan 10 ga o'tar kechasi. Chiqarib yubordilar, Muzdalifani chiqarib yubordilar. Ruxsat berib keting dedilar. Faramad jamrata qabla al-fajr. Ay bomdod namozidan oldin toshni otdilar. Summa madat fa afadat. Ay borib keyin ifoda qildilar. Hadis Abdulloh ibn Abbos mumkin emasligi quyosh chiqquncha. Hadisu Aysha ruxsat berilganligi, ochishlik mumkinligi. Lekin hadis zaif. Hadisi ibn Abbos sahih. Hadisu Aysha bu zaif hadis. Va Al-Hafiz ibn Hajar gaplari va isnaduhu ala sharti Muslim bu xato gap bu. Muslim sharti emas. Bu hadis Muslim shartida emas bu hadis. O'shanga bu gap, ya'ni men bilmadim bu gapni qanaqa gapirganlar. Balkim Allohim Muslimni shartida zaif, chunki Muslim ba'zida roviy zaif bo'lgan olib chiqadi, lekin usul emas. Mutaba shohidada birinchi asl sahih chiqadi, keyin undan keyin isnodda sal zaif bo'lgan roviylarni chiqarganlar. Balki shuni qasd qilgandirlar, lekin unaqa tushunish qiyin. Chunki shartul muslimga asl chiqqan hadislarni tushuniladi. O'shanga Al-Hafiz ibn Hajar gaplari bu, ya'ni voqelikka to'g'ri bo'lmagan gap. Hadis zaif hadis bu. Chunki Dhahhak ibn Usman sayyi'ul hifz, zokiran zaif bo'lgan odam. Hadis dalolati bu ikkinchi masala. Ibn Abbos hadislari, kim agarda ayol kishi, qariyalar, misol uchun ojizlar bomdoddan oldin Muzdalifadan chiqadigan bo'lsa va jamrot kelsa, toki quyosh chiqquncha otmaydi. Hadisi Oysha esa dalolati toki chiqqandan keyin, hatto bomdod vaqti kirmagan bo'lsa ham tosh ochishga ruxsatdir. Lekin hadisi Oysha zaif. Va savob bu masalada ikkita holat bor. Bizda afzal holati bor va joiz holati bor. Ammo afzal holati quyosh chiqqandan keyin duho payti ochishlik. Imom Muslim o'z sahihlarida Jobir Abdulloh ibn Abbos rivoyatlaridan hadis o'qiganlar. Ya'ni aytadiki, payg'ambar Jobirdan ham o'qiganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tosh otganlarni ko'rdim. U yawmun nahr faqat jamro. Ay bizda o'sha tilimizda katta shayton deydi. O'shanga faqat yoki o'sha jamrat aqaba eng kattasiga, o'sha oxiridagi, birinchisi sug'ra, ikkinchi wusta, uchinchisi kubra, o'sha oxirisiga otganlarni ko'rdim. Qachon? Yawmun nahr duha.
duha payti, ay quyosh chiqqandan keyin, quyosh ko'tarilgandan keyin. Mana bu afzal payti. Joiz payti bomdod vaqti kirgandan keyin. Bomdod vaqti kirishimdan la haraja fihi otishlik. Qachon? Zavolgacha. Quyosh zavoligacha bu afzal payti, ya'ni bunda afzal. Ay peshin paytigacha. Quyosh chiqishini peshin bu afzal. Quyosh botguncha joiz bu. Quyosh botguncha bu joiz hisoblanadi. Demak, agar qaysi bir inson agar ojiz bo'lsa, zaif bo'lsa, Muzdalifadan chiqishligi, bomdoddan oldin chiqishni haraja fihi. Lekin agar tosh otishga bomdod vaqti oldin kelsa, poylab turadi. Otmay turadi toki vaqt kirguncha. Toki bomdod vaqti kechirasiz. Bomdod vaqti kirguncha. Bomdod vaqti kirishimdan, azon etilishimdan la haraja fihi otishligi, toshni inshaalloh ruxsat beriladi. Va subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk. Valhamdulillahi robbil alamin.